Langapax maktabida qabul boshlandi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Maktabimizda farzandlarini o'qitmoqchi bo'lgan ota-onalar uchun muhim yangilik. Xabaringiz bo'lsa, shu paytgacha maktabimizda faqat boshlang'ich sinflar mavjud edi. Shu 2025-2026 o'quv yilidan esa maktabimizda yuqori sinflar ham 5-sinfdan 11-sinfgacha ochilishini mamnuniyat bilan e'lon qilamiz. Qabulimiz esa faqatgina 1-sinfdan 9-sinfgacha bo'lib o'tadi. Qabulimiz esa ikki qismli bo'lib, birinchi qismida 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchun qabul bo'lib o'tadi. Bu qabulda har bir sinf uchun o'quvchilar quyidagi tartibda imtihonlar topshirishadi. Birinchi sinflar uchun imtihon suhbat asosida bo'lib, bunda asosan o'quvchilarning fikrlash qobiliyatlari va qiziqishlari tekshiriladi. Birinchi sinfimizda o'qimoqchi bo'lgan o'quvchilar 7 yoshga to'lgan bo'lishlari yoki shu 2025-yil oxirigacha 7 yoshga to'lishlari kerak. Ikkinchi va uchinchi sinflar uchun esa imtihon ikkita fandan, matematika va ingliz tili fanlaridan bo'lib, yozma ravishda bo'lib o'tadi. 4-sinflarga imtihonimiz 2 bosqichda bo'lib, birinchi bosqichda ingliz tili va matematika fanlaridan yozma ravishda imtihon bo'ladi. Matematika savollari ham to'liq ingliz tilida bo'ladi. Birinchi bosqichdan o'tgan o'quvchilar ikkinchi bosqichda ingliz tilida og'zaki imtihon qilinadi. Qabulimizning ikkinchi qismida 5-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar uchun imtihonlar bo'lib, ular matematika va ingliz tili fanlaridan bo'lib o'tadi. Qabullarimiz haqida to'liq ma'lumotni keyinroq Telegram kanalimizda e'lon qilamiz. Ro'yxatdan o'tish uchun quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Maktabimizda ko'rishguncha.